Assalomu alaykum. Men ismim O'rmonov Shahzodbek. Chirchiq davlat pedagogik universiteti akademik litseyining sobiq 15-20 guruh o'quvchisiman. Hozirgi kunda men Chonnam Milliy universitetining 3-kurs talabasiman. Men avvalo o'qituvchilarimga juda ham katta rahmatimni aytmoqchiman. Shu marralarga erishishimda ularning hissasi juda ham katta. Eng ajratib aytishim mumkin bo'lgan o'qituvchim Nazira Muattar To'lqiyevna, ya'ni meni kuratorim. Ularga juda ham katta rahmatimni aytaman. Hozirgi kunga yetishimgacha bo'lgan marralarimda juda katta mehnatlari singan o'qituvchimni har qanday holatda, har qanday vaziyatda men ularga o'zlarimni savollarimni bergan. Ular doim men uchun javob qaytarganlar, doim yordam berganlar. Ular menga bergan tajribalari, ko'nikmalari, bilimlari bilan men hozirgi marralarimga erishib keldim deb ayta olaman bemalol. Va endigi murojaatimni bo'lajak bitiruvchilarga va hozirgi kunda o'qib kelayotgan talabalarga, o'quvchilarga bildirib o'tmoqchiman. Hozirgi davringizni, o'qiyotgan paytingizni juda ham qadriga yetinglar. Tezroq bitirishga, o'qituvchilarning dilini og'ritishga, kursdoshlaringiz bilan tortishib, ularni xafa qilishga hech qachon yo'l qo'ymang, xafa qilishga yo'l qo'ymang, chunki bu davrlarni juda ham qo'msab qolasiz. Bundan keyin siz ular bilan birga bo'lasizmi, ko'rishasizmi, ko'rishmaysizmi bila olmaysiz chunki. Shuning uchun bu davrlarni juda ham qadriga yetishingizlab qolaman. Va bo'lajak studentlarga, bo'lajak talabalarga esa imtihonlarga juda ham kuchli tayyorlanishlarini va albatta kirishlarini tilab qolaman. Hammangizga rahmat.